Menimcha Rafinha rostdan ham basketbolchi bo'lsa kerak. Bo'lmasa The Best sovrinda hech bo'lmaganda ramziy terma jamoaga kiritilgan va e'tirof etilgan bo'lardi. Lekin ramziy terma jamoaga e'tibor beramiz. Bellingham bu yerda nima qilyapti? Cole Palmerchi. Hozir kanalimga obuna bo'lib qo'ying. The Best sovrini haqida gaplashamiz va oqibatlarini va nima uchun bunaqa qilganligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Ko'rdik, guvohi bo'ldik. The Best sovrini marosimi bo'lib o'tdi va futbolchilarni taqdirladi. The Best o'sha FIFA va yilning eng yaxshi futbolchisi Usmon Dembele bo'ldi. Mayli, bunga e'tiroz yo'q. Lekin ramziy terma jamoa borasida bir qancha savollar yuzaga keldi menda. Terma jamoa, ya'ni o'sha yilning ramziy terma jamoasiga e'tibor beramiz. Bu yerda ko'rdik, ko'proq PSG futbolchilari, mayli hujumchilar joyida, lekin hujumkor yarim himoyachi Cole Palmer nima qilyapti va markazda Jude Bellingham nima qilyapti? Jude Bellingham 2025-yil hisobidan Real safida nimalar qildi? Qanday dahshatli sovrinni qo'lga kiritdi yoki bo'lmasa qanday dahshatli natijalarni qo'lga kiritdiki, u terma jamoaga kiritildi? Yoki Cole Palmer, mayli Jahon chempionati va konferensiyalar ligasi, hattoki Mbappeni ham kiritmagan. O'tgan mavsum Yevropada eng kuchli hujumchi bo'ldi. Bo'lib ham o'sha Cole Palmerni hech bo'lmaganda pozitsiyasini almashtirishga Mbappe qo'yilishiga loyiq edi. Hujumkor yarim himoyachi sifatida Rafinhani qo'ysa bo'lardi. Rafinha yarim finalgacha Barselonani tortdi. Umuman 62 ta gol plus pasda qatnashgan futbolchi ramziy terma jamoaga kiritilmadi. Bu braziliyalik futbolchilarga bo'lgan adolatsizlikni davom etishi deyiladi. Nega hozirgacha Neymarga bo'lgan adolatsizliklar, endi men aynan oltin to'pni nazarda tutmoqchi emasman. Boshqa shaxsiy sovrinlar ham bor buning ichida. Bilasizlarmi, Neymarni biz ko'pchilik jarohatlar, kayf safo sindirdi deydi. Lekin e'tibor bering, aynan mana shu shaxsiy sovrindagi muammolar, shaxsiy sovrinlardagi adolatsizliklar sabab Neymarga bu katta ta'sir qildi. Undan keyin Viniciusga 2024-yil qilingan ishlar, ya'ni oltin to'pni bermasligi va aynan Viniciusga ham. Vinicius 2024-yil oltin to'pni ola olmagandan so'ng butkul o'zgardi. Xohlaymizmi yo'qmi, bu haqiqat. Chunki agar futbolchida jarohat bo'lmasa, jiddiy muammo bo'lmasa, u bunchalik o'zgarmaydi, o'yin taraflama. Lekin Viniciusda hech qanday jarohat bo'lgani yo'q. Shunchaki 2024-yil oltin to'p marosimidan keyin u o'zgardi. Hozir bu haqiqat. Ketma-ket 15 ta o'yindan beri Vini gol ura olmayapti. Nima sababdan? Hech qanday jarohat yoki bo'lmasa muammo emas. Aynan o'sha sovrinlarda munosib taqdirlanmaganligi uchun. Va endi Rafinhaga navbat keldi. Mayli oltin to'pni chetga suramiz, mayli The Bestni chetga suramiz. Hattoki yil ramziy terma jamoasiga ham kiritilmayapti. Xo'sh do'stlar, sizni bu holatga fikringiz qanday? Barchasini kommentariyada qoldiring.